Bugun bozordagi eng ko'p sotiladigan mahsulotlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, men do'konimda tormoz kalotkalari eng ko'p sotiladigan mahsulot. O'rtacha narxi 70 ming so'mdan boshlanadi. Eng ko'p sotadigan narsa nechi pul? Qaysi narsa? Eng ko'p sotilgan narsa mana shu mahsulot. Nechi pul turadi bu? 400 ming. Har kuni sotamiz. Rahmat. Rahim, eng ko'p sotadigan narsa nima hal? Sakarayli. Nechi pul turadi? 35 ming. 35 ming. Rahmat. Tog'a, eng ko'p sotadigan narsangiz nima har kuni? Подшипник, литов, герметика. Nechi pul batchini? В комплекте 48 ming. Rahmat. Tog'a, har kuni eng ko'p sotadigan narsangiz nima? Zadamım. Anaqa zamokni sotamiz. Har ko'p, ha? Nechi pul bu? 250 ming. Har kuni eng ko'p sotadigan narsa nima? Kumay, tezajli xod. Nechi pul turadi? Eng kichkinasi ikkitasi 100. Har kuni eng ko'p sotadigan narsangiz nima? Hozir mana kursini mana shular idaridikda. Eng uchadigan narsa. Hammasi idaridikda. Zo'r ketadi. Mayda bor edi shu. Eng zo'r ketadi. Bular narxi nechi? Bu 205 ming so'm, 220 ming so'm, 300 ming so'm. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.